18-asr Yevropa tarixida ma'rifat asri bilan kirdi. Ma'rifat asrini yakunlagan asar bor. Bu asar Faust. Faust 60 yilda yozilgandi. Bu asar Yevropadagi eng mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Bu asardan ko'ra uni yozgan inson juda ham mashhurroq. Bu inson Goethe. Goethe Yevropaning eng aqlli kishilar o'rtasida o'tkazilgan musobaqada 210 ball to'plab birinchi o'rinni egallagandi. Goethe umri davomida bu olam qanday paydo bo'ldi, bu olamni qayerga qarab ketyapti, buni oxiri qanday bo'ladi degan savollarga javob izlab o'tgandi. Goethe men qaysi darajaga va qanday mashhurlikka erishgan bo'lsam, buni oldida Qur'oni Karim va islomdan qarzdorman deb ta'kidlagandi. Goethe kim edi? Goethe 1749-yilda dunyoga keldi. O'ziga to'q oilada. Uning otasi imperatorning maslahatchisi edi. Otasining ismi Kaspiy Goethe edi. Onasi esa Frankfurt shahrining merining qizi edi. Onasining ismi Elizabeth edi. Tabiiyki, o'zi to'q oilada tug'ilgandan keyin uni ilm olishga alohida e'tibor berishdi. Unga alohida ma'lumotlar yollashdi. Goethening til o'rganishga alohida e'tibor qaratishdi. U yoshlikdan lotin, yunon, italyan, ingliz, fransuz, ibroniy va arab tillarini chuqur o'rgangandi. U Qur'oni Karimdagi ba'zi bir oyatlarni arab tilida husni xat bilan chiroyli ko'chirib yozgandi. Goethe 1765-yilda Leipzigga bordi. U huquqshunos bo'lmoqchi edi va huquqshunoslik yo'nalishiga o'qishga topshirdi. 1771-yilda o'qishni bitirdi va Weimar shahri merini yordamchisi sifatida ish boshladi. Lekin u siyosatda emas, balki uni muvaffaqiyati adabiyotda bo'ldi. U birin-ketin asarlar yoza boshladi va u asarlar orqali Yevropadagi eng mashhur kishilardan biriga aylangandi. Yevropaning mashhur kishilari u bilan uchrashishni va u bilan suhbatlashishni orzu qilardi. O'sha orzu qilgan insonlarning ichida Napoleon Bonaparte ham bordi. Napoleon Bonaparte Goethe bilan uchrashadi. Goethe bilan uchrashgandan keyin u suhbatning so'ngida aytadiki, buyuk kishi mana shunday bo'lish kerak degandi. Napoleon Bonaparte Goethega yuqori baho bergandi, chunki Goethe bunga arzirdi. Goethe islomga, islom tarixiga, Qur'oni Karimga va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tarixi juda chuqur o'rgangandi. Goethe ta'kidlagandi, Yevropani hozirgi erishgan yutuqlari uchun islom va Qur'ondan qarzdor deb ta'kidlagandi. Dunyoda faqatgina bitta inson, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamgina o'z qarashlarida sodiq qola oldi, o'zini qarashlarini o'zgartirmadi. Faqatgina o'zini qarashlarida qola olgan inson bu Hazrati Muhammad degandi. Biz Muhammad alayhisalom ko'tarilgan zinaning eng pastidamiz. Muhammad alayhisalom esa o'sha zinaning eng cho'qqisida deb ta'kidlagandi. Goethe umri davomida Payg'ambar alayhisalomga atab qasida yozgandi. Goethe 1832-yilda 83 yoshida vafot etdi. Goethe o'lgandan keyin u ko'ksiga lotin harfidagi hozirgi W ga o'xshash belgini qoldirdi. Keyinchalik uni o'rganishgandan keyin u W emas, balki Alloh degan so'zni yozib qoldirgan degan taxminlar paydo bo'ldi. Goethe qadr kechalarida uxlamasdi. U ana Goethe musulmon, Goethe islomda degan qarashlariga u o'zi eshitsa ham bu qarashlarni inkor qilmasdi. Goetheni ba'zi bir odamlar aytadiki, u musulmon bo'lgan degan taxminlar bor. Xususan Olmoniyalik bo'lgan Ahmad degan bir musulmon aytadiki, biz jamiylariga, ya'ni masjidlarga kirganimizda o'zimizni qalbimizni bir faxr tuyg'usi bilan kiramiz. Chunki islom adabiyotini rivojlantirish uchun yozilgan Faust asari bizdan, ya'ni Olmoniyadan chiqqan inson tomonidan yozilgan deb ta'kidlab o'tgandi. Uning 150 ta asari turli tilga tarjima qilindi. Uning 50 ta asarini dunyoning har bitta chekkasidan topish mumkin. O'sha bu umri davomida mashhurlikka erishgan, siyosatga kirib siyosatda emas, balki adabiyotda mashhurlikka erishgan bu Goethe edi. Goethe Hazrati Muhammadning tarannumi degan she'riy misra yozgandi. Bu she'riy misra payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga baxshida etilgandi. Goethe islomni qabul qilgan yoki islomni qabul qilmagan bu ikkinchi masala. Balki u musulmon bo'lib o'lgandir. Lekin uning eng katta qilgan xizmatlaridan biri insonlarni, ya'ni Yevropadagi ma'lum bir mashhur insonlarni islomga qiziqish uchun u juda katta xizmatlar qilib o'tdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va izohlarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalimiz va bizni rivojlanishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.